16 may kuni Haj 2025 mavsumining ilk guruh ziyoratchilari Makka-i Mukarramaga zamonaviy avtobuslarda yetib keldi. Ularni din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi mutasaddilari, mamlakatimizning Saudiyadagi attashesi va ishchi guruhi tomonidan tantanali ravishda katta ehtirom bilan kutib olindi. Hamyurtlarimiz muhtasham mehmonxonalarga kirishlari bilanoq iliq qarshi olinib, zamzam suvlari, xurmo, shirinliklar, gullar va hadiyalar ulashilib ikrom qilindi. Mana shunday iltifotlardan ko'ngillari ko'tarilgan yurtdoshlarimiz Alloh taologa cheksiz shukronalar aytib, ularga bo'lgan katta e'tiborini nafaqat mamlakatimizda, balki olis Makka shahrida ham chin dildan his etishdi. Zamonaviy mehmonxonada xonalari tayin bo'lgan ziyoratchilarimiz bu yerga diyorimizdan ularga xizmat ko'rsatish uchun bir muncha oldinroq yetib kelib, mohir oshpazlarimiz pishirgan lazzatli taomlardan bahramand bo'ldilar. Tamattu hajini niyat qilgan ziyoratchilarimiz umra amalini ado etmoqdalar. Tez fursatlarda ziyoratchilarimizning umra amalini ado etayotgan video lavhalarni taqdim etamiz. Shayx Nuriddin Xoliqnazar kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzating.